Diqqat! Yanvar oyida pensiyasini kutayotgan fuqarolar uchun hozirgina shoshilinch rasmiy xabar e'lon qilindi. Fuqarolar, tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda ish haqi va pensiyalar inflyatsiya darajasidan yuqori oshiriladi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan 2026-yil uchun byudjetnomasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdori 2030-yilgacha har yili inflyatsiya darajasidan yuqori suratda oshirib boriladi. Bu choralar aholi real daromadlarini saqlab qolish va ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan. Pensiya ta'minotida yangi bosqich. Transferlar bosqichma-bosqich oshiriladi. Makroiqtisodiy va fiskal siyosatning 2030-yilgacha mo'ljallangan asosiy maqsadlarida davlat pensiya tizimini isloh qilish alohida o'rin tutadi. Islohotlar natijasida byudjetdan pensiya jamg'armasiga ajratiladigan mablag'larni bosqichma-bosqich qisqartirish kutilmoqda. 2026-yil pensiya jamg'armasining moliyaviy ko'rsatkichlari quyidagicha prognoz qilinmoqda. Qoldiq mablag'lar 3,9 trillion so'm, daromadlar 64,7 trillion so'm. Xarajatlar 66,1 trillion so'mni tashkil etadi. Xarajatlar daromadlardan yuqori bo'lgani uchun jamg'armaning taqchilligini qoplash maqsadida davlat byudjetidan 23 trillion so'mlik transfer mo'ljallangan. Hurmatli tomoshabinlar, yangiliklardan doimiy xabardor bo'lib borish uchun videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.